Assalomu alaykum. Bu 13 maydagi o'zbek tili kundaligim. Men buni hozir 14-mayda tungi soat 2:30da yozib, ChatGPT luvasi bilan tekshirib, soat 10 minut atrofida gapiryapman. Men bu kundalikni minimarket ichida ko'p yurayotganimda yozdim. Chunki hozir juda charchaganman. Agar o'tirib yozsam, balki uxlab qolarman. Kechagi kundaligimni ham uxlab qolmasligi uchun ko'p yurib yozgan edim. Bugun soat 0:30da nonushtada rabuki, kolbasa va shokoladli kadayfli pechenye yedim. Kolbasa va shokoladli kadayfli pechenyening yaroqlilik muddati o'tgan edi. Shuning uchun ularni bepul yey oldim. Shokoladli kadayfli pechenye bu juda g'alat mahsulot. Uning nomi Dubaycha pechenye, lekin bunday pechenye Dubayda ko'rish mumkin emas. Aslida bu faqat Janubiy Koreyada sotiladigan Janubiy Koreya taomi mahsulot. Nimaga uning nomi Dubaycha? Chunki uning ichida ishlatiladigan kadayfi bu Dubayniki. Dubay uslubidan kelgan. Dubaydagi taom. Janubiy Koreyada shunday Dubay pechenye hozirgi paytda ayniqsa o'tgan yilda juda mashhur bo'lgan mahsulot edi. Lekin odamlar bu nimaga bunchalik mashhur bo'lganini yaxshi bilishmaydilar. Janubiy Koreyada shunday juda qisqa vaqt ichida juda mashhur bo'lib, keyin tez unutiladigan mahsulotlar juda ko'p. Masalan, 12 yil oldin Honey Butter Chip degan kartoshka chipsi juda mashhur edi. Bu HT degan katta oziq-ovqat kompaniyasi chiqargan asal ta'mli chips edi. O'sha paytda bunday shirin kartoshka chipslari ko'p bo'lmagani uchun bu mahsulot juda mashhur bo'lib ketdi. Shunchalik mashhur ediki, odamlar uni sotib olish uchun Univermag oldida navbat kutishardi. Agar sotib olmasa, internetdagi eski bozorda uning narxidan qimmatroq narxida sotib olishardi. Hozir ham minimarketlarda sotiladi. Men hozir ishlayotgan minimarketda ham bu bor. Lekin bu uncha mashhur emas. 10 yil oldin esa Tayvandagi Kata Castella mashhur edi. Bu oddiy kastellaga qaraganda juda nam va juda katta edi. Lekin bu haqida yangiliklar, internet yangiliklar va YouTube'da bu haqida noto'g'ri informatsiyani gapirgan sababli bu mahsulot mashhurligini yo'qotdi. Juda yomon edi. 8 yil oldin esa maratang degan Xitoy milliy taomi mashhur edi. Bu odamlar o'zlari xohlagan ingrediyentlarni tanlab Xitoycha sos bilan tayyorlanadigan juda achchiq taom. Men hozirgacha buni yemaganman, chunki menga Xitoycha tilni uvishtirib yuboradigan achchiq taom bu juda yoqmaydi menga. Undan keyin koronavirus davrida Pokemon noni mashhur bo'ldi. Bu men tug'ilgan yillari atrofida sotilib, keyin yo'qolib ketgan non edi. Lekin koronavirus davrida yana bu kompaniya yana chiqargan non edi. Uning ichida turli xil yopishtiriladigan stikerlar bor edi. Shu sababli juda mashhur bo'ldi buning uchun. Tanghur degan Xitoycha taom ham Pokemon noni kabi mashhur bo'lib, hozir esa asta-sekin unutilyapti.
Undan keyin men bugun nonushtada yegan Dubaycha pecheni mashhur bo'ldi. Shuningdek, Janubiy Koreyada boshqa taomlar ham juda tez mashhur bo'lib, keyin tez unutilib ketadi. Men bu videoda gapirmagan mashhur bo'lib, yana tez unutilgan taomlar juda ko'p edi, juda boshqa edi. Menimcha bunga internet va SNS katta ta'sir qiladi. Odamlar internetda mashhur bo'layotgan mahsulotlarni ko'rsa, uni sotib olib SNSda boshqalarga ko'rsatishni xohlashadi. SNSda shu mahsulotlar haqidagi rasmlar va videolar ko'paygan bo'lsa, hali uni yeb ko'rmagan odamlar ham modadan o'rta qolib ketmay deb uni sinab ko'rishini ko'proq xohlashadi. Bunday holat ayniqsa Janubiy Koreyada kuchliroq ko'rinadi. Menimcha bunga Janubiy Koreyaning juda tez rivojlangani ham sabab bo'lgan. Janubiy Koreyada neft yoki katta tabiiy resurslar deyarli yo'q edi. Shuning uchun hukumat mamlakatini tez rivojlantirish uchun insonlarni ko'proq o'qitishga va raqobatga undagan. Bu bir tomondan yaxshi edi, lekin bu jarayon juda tez bo'lib ketdi. Chunki odamlar boshqalardan yaxshiroq baho olish kerak edi. Talaba bo'lganda yaxshiroq universitetga kirish kerak edi va kattaroq kompaniyalarda va yaxshiroq kompaniyalarda ishlash kerak edi. Natijada odamlar bir-birini juda ko'p solishtiradigan jamiyat paydo bo'ldi. Orqada qolgan odamlarni esa ko'pincha muvaffaqiyatsiz odamdek ko'rishadi. Menimcha bu shunday jamiyat SNS bilan birlashganda juda g'alati madaniyat paydo bo'ladi. Odamlar boshqalardan ortda qolishini xohlamaydi. Ular boshqalardan tezroq va yaxshiroq yashashini kerak deb o'ylaydi. Ayniqsa SNSdan ko'p foydalanadigan odamlarda shunday fikr kuchliroq bo'ladi. Hozirgi paytda filmlar ham mahsulotlarini ko'proq sotish uchun shunday psixologiyadan foydalanayotganini o'ylayman. Bu to'g'ri yoki noto'g'ri men buni bilmayman, lekin menimcha shunday o'ylayman. Chunki hozir biror narsa judayam tez mashhur bo'lib, yana juda tez unutilib ketadi. Masalan, Dubaycha pechenyadan keyin faqat 2026-yilda esa yog'li guruch kek, bomdong bibimbap, Gwangju chang'oqtoq kabi mahsulotlar ham qisqa vaqt ichida mashhur bo'lib ketdi. Hozir 2026-yil boshlangandan keyin faqat 4 oy o'tdi. Faqat 4 oy o'tgan bo'lsa ham shunday boshqa mahsulotlar mashhur bo'lib unutilyapti. Men esa SNSni uncha ko'p ishlatmayman. Faqat oilam va do'stlarim va o'yin do'stlarim bilan gaplashish uchun KakaoTalkdan foydalanaman. Bu ilova oddiy SNSdan ko'ra ko'proq messenjerga o'xshaydi. Bu odatda umuman odamlar o'ylaydigan SNSdan ko'ra messenjerga ko'proq o'xshaydi. Va Instagram ham telefonimda o'rnatilgan, lekin men uni deyarli ko'rmayman. Taxminan 1 hafta, 2 haftada bir marta qaraman buni. Shuning uchun men boshqalarga qaraganda trendlarni sekinroq bilaman. Balki shu sababli hozir unutilayotgan Dubaycha pechenyeni yaroqlilik muddati o'tgan bo'lsa ham yeganman ekan. Baribir men nonushtada juda ko'p yeganman. Undan keyin tushlikda ham pappogo, bu hamburgerga o'xshaydigan, lekin non o'rniga
guruch ishlatiladigan koreys taomi. Bu men buni yeganman. Shuning uchun men nonushtada va tushlikda juda ko'p yeganim uchun hozir kechki ovqat yemay bugun kechki ovqat yemay hozir minimarketda ishlayapman. Men qornim och qolgan bo'lsa ham kun oxirigacha ovqat yemay chidab turdim va kun oxirigandan keyin, ya'ni soat 0:30da, soat 0:30lar atrofida men ovqat taomlarini yedim, chunki kun oxirida yeyilgan ovqat ertasi kun nonushtada bo'ladi. Bugun juda zerikarli edi. Men shuning uchun, zerikarli bo'lgani uchun men yozishga uncha qiziqarli narsalari yo'q bo'lganim uchun shunday tez mashhur bo'lib, tez unutiladigan mahsulotlar haqida, shunday mavzu haqida uzoq yozdim. Bu yaxshiligini ChatGPT gapirdi, 3 kun bu yaxshi. Men ertagada ham bundan keyin kundalikda shunday mavzularini ko'p yozmoqchiman. Chunki ChatGPT ilovasi bu yaxshiligini gapirdim, yaxshiligini aytdi. Undan keyin hozir payshanba kuni, 3 kundan keyin, ya'ni shanba kuni 16-mayda, shanba kuni kechqurun soat 11da menga juda yoqadigan CRL May musobaqasi boshlanadi. Men hozir uni juda kutyapman. Men buning uchun shanba tezroq kelishini xohlayman. Va 16-kunda esa 16-kunda kunduzgi soat 4-5lar atrofida CRCC degan Xitoycha musobaqasi ham boshlanadi. Men ularni juda kutyapman. Shuning uchun men shanba kuni tezroq kelishini xohlayman. Buni YouTube'da yuklagandan keyin, bu videoni YouTube'da yuklagandan keyin hozir men bu dezert shokoladli guruch kekini yemoqchiman. U va tovuq yukragini yemoqchiman bu parhez uchun. Bu shokoladli guruch keki esa ham bu yaroqlilik muddat o'tgan narsa. Shuning uchun men buni bepul yeyishim mumkin, yeya olaman. Har do'rida esa shunday yaroqlilik muddat o'tgan taomlarni bepul yeyish mumkin emas, lekin men u yerda ishlaydigan navbatchi va direktor menga shuningdek taomlarni bepul yeyishim mumkinligini aytdi. Shuning uchun men ularni yemoqchiman. Rahmat.